sizge 2 rekat namaz okurga ruhsat berem, çünkü siz seferdagi kişiler. Mine şu aytıp, aytganimcha 8 manara, 4'isi biyik manara, 56 metr biyiklikda, ikisi qisqa, ikisi psevdo manara. Qo'ydi olar, ikisi psevdo. Yani oltindan kirgan vaqtda ko'rinadi, kirganda. Ha, eshik tubida. Eshik tubida. Mana bu aytib solingan yurt sifatidagi stenasi ulag'larda qo'ysam, xalqimiz kuchlar bo'ladi. Kuchlar qoldi, yurtda yashagan deganda. Mana shuni aytib berdi. Onda qarab, sudlari bilan qurgandan so'raylar. %14 surada albatta belgi yozilmagan, ishda yozilgan. Ondan so'ng üstte kulasiz tulpan, lalaning kulasiz. Tulpan simbol возрождения, то есть o'sishning simvoli deb ataladi. Endi üstdagi gumbaz, u qozon aytganimcha, u qozon. O'rtadagi. Ana üstdagi gumbaz. Qozon xonlarining burigin xatirladi. Hozirgi vaqtda u qozon xonlarining burigi bosh kiyimi Moskvada saqlanadi. Оружейный палата degan muzeyda saqlanadi. Onun og'irligi, İyi, bana vaqtda ol bo'laydi, bu pozitivlarida. Onun ağırlığı 4 kiloda 125 gram. Ama lakin ko'pgina urus podshohlari ona kiyib berganlar. Onda Bismillahirrahmanirrahim yozilgan so'z bo'lgan. Shunday bilsa. Mana shu shahrimdan vaqt eder. Sol. Durust qilaman. Тяжелая шапка degan narsa ikkinchi. Fotoapparatni boshqa sуда yozib boragizdan. Mana men tushiraman, bir.